Bunaqa noodatiy retseptlarni ko'rsam, darrov tayyorlab ko'raman va sizlarga ham bilinaman. Bulichkani aynan shu usulda bir marta tayyorlab ko'rishingiz shart. Birinchi bo'lib oshirma xamir tayyorlab olamiz. Iliq suvga tuz, shakar, dro'ja, yog' solamiz, yaxshilab aralashtirib olamiz. Oshirma xamirlarga, bilinchiklarga juda ham zo'r maza beradigan, sutni o'rnini bosadigan Frima quruq mahsulotlardan solamiz. Un solib, yumshoqqina qo'lga yopishmaydigan xamir qorib, oshirishga qo'yamiz. Xamir oshib chiqquncha kotletlarni tayyorlab olamiz. Yog'siz qiymaga tuz, ziravorlar, tuxum, non talqoni, qirg'ichdan chiqarilgan piyoz solib, yaxshilab aralashtirib olamiz. Qozonga suv solib, ustidan tuz solamiz. Bu orada xamir ham oshib, toshib ketay debdi. Xamirlarni mayda-mayda bo'laklarga bo'lib, zuvalacha tayyorlab olamiz. Qozondagi suv qaynamasdan turib, zuvalachalarimizni har tarafini 1 daqiqadan aylantirib olamiz. Xamirlar qaynoqqina suvga tushgandan keyin yanada oshadi. Aynan bulichkani mayin, yumshoq bo'lish siri ham aynan shunda. Gaz listiga qo'yib 180 gradusda 20-25 daqiqa pishirib olamiz. Kotletlarga shakl berib, qizib turgan yog'da har tarafini qovurib pishirib olamiz. Har tarafi past olovda 3-4 daqiqada pishgan kotletlarning ustiga to'g'ralgan sirni qo'yib, sir eriguncha qopqog'ini yopib qo'yamiz. Bulichka qanaqa yumshoq, mayin chiqqanini o'zingiz ko'rishingiz mumkin. Ishtahangizni ochgan bo'lsam, bittagina qizil yurakchani bosib qo'ying. Bulichkalarning orasiga pishgan kotlet, ketchup, mayonez qo'yib, dasturxonga tortamiz. Gamburgerni yaxshi ko'radigan o'rtoqlaringizga retseptni yuborib qo'ying. Ishtahangiz ochilsa, Robiyangiznikiga mehmonga keling.